Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq əmdü sana Cənab-ı Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ailə təvabatlarına və onunğa taki qiyamətkiçə əgəşkənlərə durud salamlar bolsun. Vaksina pak, halal maddadan yasalğan bolsa, onu əmletiş caiz bulup, bu Peyğəmbərimizin "Ey Allah'ın bəndiləri, davalanыңlar" degan ko'rsatmasi doirasiga kirdi. Aldını almoqchi bo'lgan kasallik xatarlik va yuqumliq bo'lsa, kasalning darajasi va kasalga mubtalo bo'lish ehtimolligiga qarab, uni emlatish mustahab va vojib bo'lishimi aniq. Bu hargizmi taqdirga zid kelmaydi. Chunki vaksina urdirishmi taqdirdan. Bu Allah yaratgan eng hurmatli maxluqlardan bo'lgan inson jismini uni vayron qiladigan vabo yoki kasaldan qo'g'dashdan boshqa ish emas. Allah Taala o'zinglarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir degan. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunu hadisimi ta'kidlaydi. Kimki har kuni 7 tal ajva xurmasini nashti qilsa, uningga shu kunda zahar yoki sehr ziyon qilmaydi. Albatta, vaksina emletkende bilek ağrış, yeniq qizish alomatlariga o'xshagan vaqtliq bearamchilik bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu kasalning xatarga solishtirganda yo'qolan ziyondir. Bu xuddi shariatimizda kichik bolalarga og'riq azobi elib kelsimi, uning diniy va dunyoviy manfaatlarini qo'lga keltirish uchun foydali tarafini ko'zda tutib, xatni qildirib, badandan ozg'ini terini kesib elitishga o'xshaydi. Shariat qoidasida og'ir ziyonning oldini olish uchun yengilroq ziyonga mayli deymiz. Vaksina emlagandan keyin o'lib ketish vaqalari emlangan vaksina saxta bo'lg'achqa yoki bolaning jismoniy ahvoli vaksina emlatishga munosib kelmaydigan bo'lg'achqa kelib chiqqan bo'ladi. Agar biror xil vaksinaning ziyoni og'irroq bo'lganligi to'g'risida ishonchli doktorlarning yakillari bo'lsa, u chaqda bu xil vaksina cheklanadi. Bu haqda ishonchli doktorlarning so'ziga qaraymiz. Gerçi ba'zi ilmiy tadqiqotlar vaksinaning bexatarligiga va unumga andisha bilan qaragan bo'lsa-mu, lekin Amerika yemek-ichmak va dori-darmak boshqarish idorasi FDA, Yevropa dori-darmak boshqarish idorasi EMA ga o'xshagan bir qadar ishonchli o'rinlarning necha bosqichliq tajriba o'tganlaridan o'tib tasdiqlanganligi, shundaqla vaksinaning qizil, chechak, xoler, chuma, kezik qatorliq xatarlik kasallik va vabolardan nurg'unlagan insonlarni qutqizib qolganligi bir haqiqat. Hozir butun dunyo miqyosi bo'yicha turli vaksinalarning foydasining ziyonidan ko'p ekanligi aniq bo'lib ketdi deyishga bo'ladi. Vaksina emlatishning foydasini doktorlar ta'kidlab kelmoqda. Buning ichida musulmon doktorlarmi bor albatta. Agar vaksina qon, chiritilgan turalma yoki shuning o'xshagan nejis moddalardan suzib olingan oq ranglik oqsil serum albumin recombinant human ne ximiylik ağaç orqali qisilgan bo'lib, u nejis modda ximiylik o'zgarish natijasida pak narsaga aylangan bo'lsa, uni emlatishga bo'ladi. Chunki u pak modda. Yanada nejis holatida qolgan bo'lsa, bugun atayin uning o'rnida yomon kasallikning oldini oladigan boshqa pak vaksina bo'lmasa, zaruriyat jihatdan joiz bo'ladi. İntayin yengil kasalliklarning oldini olish uchun uni emlatishga bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq degan: "Shunga Allohning sizlarga rizq qilib bergan halol, pak yemekliklardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Allah sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini va Allohdan boshqasiga bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki majbur bo'lib, ko'ngli xohlamagan yoki chekdan oshmagan holda yesa, Allah haqiqatan mag'firat qiluvchidir, mehribondir." Yuqorqilarga asosan vaksina orqali o'zimizni
va farzandlarimizni turli vabolardan, kasalliklardan qo'g'dab qolishimiz lozim. Bu ishqa sal qarash bir tarafdan mas'uliyatsizlik sababidan gunoh hisoblansa, yana bir tarafdan ilm ma'rifatga va davolanishga alohida ahamiyat bergan islom dinimizning obrazini xunuk ko'rsatib qo'yishga sabab bo'ladi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2018 yili 2 oyning 28 kuni.